Xo'p, bu savol yana takrorlanib tushgan ekan. Boya biz -2 6 oraliqdagi ildizlar yig'indisini topgan edik. Ana endi bizga o'sha yechimlar to'plamini so'rayapti. Xo'p, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun boya aytganimizdek ko'paytuvchilardan qaysidir bittasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Yo fx 0 bo'lishi kerak yoki f'(x 0 bo'lishi kerak. fx 0 degani bu grafikimizda x oqi bilan kesishgan nuqtalar, ya'ni -1 va 3 hamda 5. Demak, fx teng 0 bo'ladigani bu -1, 3 va 5. Ana endi f'(x teng 0 bo'ladigani bu grafikimizni burolgan tochkalar, ya'ni mana bu x2 hamda mana bu x4 bo'lgan tochkalar. 2 va 4. Demak, bizdan barcha yechimlar to'plamini so'ragan. Demak, yozamiz -1, 2, 3, 4 va 5. Barcha yechimlar to'plami.